Assalomu alaykum, quyosh quvozlari. Salomatmisizlar? Menga ko'pchilik savol beryapti. Urg'ochi quyonimni erkakka qo'shyapman, turib bermayapti, qochmayapti deb ko'pchilik savol beryapti. Shunga video orqali javob bermoqchiman. Xo'sh, urg'ochi quyonni erkakka qo'yadigan payt o'zi bo'ladi. Ya'ni uni siz xohlagan paytda olib borib qo'shavermaysiz. O'zini quyon ya'ni hayvon tilida kuyi kelgan payti bo'ladi. Ya'ni erkakka qo'shilish xohish paydo bo'lgan paytda qo'shiladi. Uni qanaqa aniqlaymiz? Urg'ochi quyonlarda jinsiy a'zosi pushti bo'lib tursa, hali kuyi kelmagan bo'ladi. Agar to'q, qizarib va kengayib tursa, quyonlarda kuyi kelgan bo'ladi va erkakka qo'shsangiz qo'shiladi. Men o'zim ham doim yangi boshlaganimda urg'ochi quyonimni qo'yaverardim erkakka. Hali kuyi kelmagan paytda erkak quyon ishlayverardi, lekin qochirmasdi. Ya'ni urg'ochi quyon bermasdi. Shunaqa paytda bo'lmagan paytda qo'yaverganimdan urg'ochi quyonlar stressga tushib, hattoki kuyi kelgan paytda ham keyin qochmaydigan bo'lib qolardi. Shuning uchun doim urg'ochi quyonlarni ora-orada tekshirib turish kerak jinsiy a'zosini. Agar kuyi kelgan paytda holatiga qarab, masalan, bolada ajragan bo'lsa, holati, veslari yaxshi bo'lsa erkakka qo'yish kerak. Agar hali tayyor bo'lmasa ona quyon, sal keyinroqqa cho'zib, keyinroq qo'shishga ma'qul. Hozir bitta ona quyonni ko'rsatamiz. Bunda bola bor ekan. Mana jinsiy a'zosi ichi qizarib, уже boshqacha shaklga kelgan. Bu уже kuyi kelgan hisoblanadi. Hozir erkakka qo'shsak, sirazi qochadi. Agar pushti rangi o'zi bo'lib tursa, u kuyi kelmagan bo'ladi. Qancha qo'shsanglar ham erkak quyonga bermaydi. Naborot urg'ochi quyonni stressga qo'yib, vobshe qochmaydigan qisqa qilib qo'yishinglar ham mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozib ketsanglar, keyingi videolarda javob beramiz.